Dostlar hammaga salom. Bugun Xorazm viloyati Go'jadaman. Go'jada og'amiz g'altak ishlab chiqarar ekan. Bunday g'altaklarni mana ko'rib tursangiz, stanok, plazmali stanok o'rnatib berdim. Bu yerda ish kurag'ini bolgarkada qiyin bo'lib turgan ekan. Shuning uchun stanokni o'zi kesib beradigan bo'ldi. Bu yerda 4 dona to'shigini ham ochib beradi. Mana stanok ishi turishi bu yerda mendan apparati bo'lmadi. Mendan ish qizil narsalar bo'ladi. Ishi turishi 30 million bo'ladi bu yerda stanok. 30 milliondan beri yana kelib tushdi, o'rnatildi. Hozir o'rnatib berib, ishlatib berib qaytaryapman. Kimga kerak bo'lsa murojaat etaverasizlar. Telefon nomerini pastda qo'yib qo'yaman. Plazmangiz o'zingiz apparat bo'lsa, kompressorlaringiz bo'lsa, bo'ldi. Men stolni, kompyuterni, keyin programmalarni, texnik yordam hamma narsasini qilib beramiz. Bu yerda ham desa o'rtasini kesish uchun bunday narsa qo'yildi. Boshqacha bo'ldi bu. Bu arzon varianti bo'ladi bizda. 30 million ish qizillar. Qizilga bo'yalgan narsalar 30 milliondan. Bo'ldi. Xo'sh. Nova keldik. Yana boshlanishdan boshlaymizdami? Birinchi boshlanishi nolga qo'yib tuzib olish kerak. Ish o'rdan mishka bilan berak kelasiz. Berak kelgandan keyin bu yerda efir dizayni bor. Efirni bosasiz, 0 bor. 0 ni bosasiz. Shu bosilgandan keyin уже tayyor bu. Nolga qo'yildi. Birinchi nuqta belgilanadi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Gökni 2 marta bosasiz. Bo'ldi. Hozir ketdi birina. Bo'ladi Shahrux.